Salom hammaga. Bugun men sizlarga Minecraft Pocket Edition'da to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Menimcha hammada bu Minecraft bo'lsa kerak. Bo'lmasam ketdik. Mana kirib qoldik. Endi birinchi nastroyka bu. Mana bu yerdan touchga o'tamiz. Bu yerda split control degan. Buni o'zlaringizga mos qilib to'g'rilab olishingiz mumkin. Buni yoqsak mana bunaqa plyusni chiqarib beradi. Bu kompyuterga kerak qilib beradi. Mana qo'yish va yuzlar ham oson bo'ladi. Va ikkinchi nastroyka bu video degan, mana shu yerga o'tib olamiz. Mana video, keyin bu yerga tushib turib auto selection ni bosamiz. Keyin buni ham tushib qo'yamiz va bo'ldi. Endi mana blok nuqta qora burchak bo'lib qoladi. Mana shunaqa bo'ladi. Endi mana shu video joyiga o'tib olamiz va mana bu pocketni plastikka o'tiramiz. Endi kompyuterga kerak bo'lib qoladi. Agar u pocketda turgan bo'lsa mana bunaqa bo'ladi. Mana pocketga o'tiramiz va endi mana bunaqa. Menimcha sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Meni Minecraft Pocket Edition'im 1.6 versiya. Shunaqa inventar. Mana shunaqa turadi. Mana hozir plastikka o'tirib qo'yamiz. Va mana bo'ldi. Videomiz shu joyda tamom bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa obuna, like ni bosib qo'yinglar.